Dunyo avtosanoatining ikki raqibidan biri Ram Ericho, ikkinchisi esa Ford Raptor. Sizga qaysi? Men esa davom etaman. Ekstremal pikaplar uchun eng mos keladigan shinalardan biri Goodyear Wrangler 35 hajmda va har doimgidek R18 bedlokli diskada. Ford Raptor adaptivniy amortizatorlariga muqobil sifatida Ram o'zining Blistein adaptivniy amortizatorlarini ishga soladi. Avtosanoat olamida Ram pikaplarining yuzi bo'lishi uchun eng maksimal komplektatsiyaga ega bo'ladi bu avtomobil. O'rindiqlarda Napa koja, panorama tom, informatsion tablo, markaziy multimedia paneli va yo'lovchi uchun ham alohida displey o'rnatilgan bo'ladi va premium audio sistema Harman Kardon 19 dona o'rnatilgan bo'ladi. Ko'pchilik bilgan V obrazli 8 silindrli legendarniy Hemi o'rniga zamonaviy I obrazli 6 silindrli 3 litrli Hurricane Twin Turbo o'rnatilgan bo'ladi va u 540 ot kuchi, 706 Nm ni chiqazib bera oladi. 8 pog'onali uzatmalar qutisi bilan taxminan 3 tonna og'irligi bilan bor yo'g'i to'g'ri 6 sekund sarf qiladi 0 dan 100 gacha. Yoqilg'i xarajati esa mix holatda 20 litr atrofida bo'ladi. Narxi esa bor yo'g'i 84.400 AQSh dollari bo'ladi.